Hurmatli tinglovchilar, keyingisi demak issiqxonalarda uchraydigan kasallik va zararkunandalarga qarshi kurash usullari. Demak, bilamiz asosiy o'sha qish mavsumida, kuz mavsumida, bahor mavsumida issiqxonalarimizda juda ham ko'p mahsulotlar yetishtiriladi. Bularga pomidorlar, demak boshqa turdagi, masalan, zilen, ko'katlar yoki bodring, bugungi kunda hattoki baqlajon, bulg'or qalampiri, achchiq qalampirlarni ham issiqxonada ekilish ko'payyapti, chunki aholimizda demak o'sha oziq-ovqatga bo'lgan talabi ortyapti va aynan issiqxonalarda ham nafaqat sabzavot ekinlari, balki turli xildagi sitrus ekinlari, banan va boshqa turdagi sitrus ekinlarini ham ko'paytirish demak kengaymoqda. Demak, rejamizda issiqxona ekinlarida uchraydigan demak zararkunandalar, keyingisi kasalliklar va ularga qarshi kurash choralari. Demak, birinchi bo'lib pomidorda issiqxonalarda keng tarqalgan zankanasi. Biz buni boshqa ma'ruzalarimizda ham aytib o'tdik. Agarda bularga qarshi kurashmasak, umuman issiqxonada uchraydigan pomidor yoki ayniqsa demak bodringni 100% gacha demak zararlashi mumkin. Butkul bu zararkunanda tufayli nobud bo'ladi. Ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Demak, xuddi bir kasallanganga o'xshab barglarni to'liq sarg'ayishi va ularni demak xuddi bir kasallikdan nobud bo'lgandek sarg'ayib so'lishiga olib keladi. Lekin asli bu zankanasi bo'ladi. Demak, zankanasini alomatlari qanday bo'ladi? Bular hali boshqa ma'ruzalarda ham aytib o'tdik. Bargni demak orqa tarafida chuqurchalar, tandirchalar paydo bo'ladi, bilinar bilinmas va bularning ichida demak zankanalari uchraydi. O'sha demak ekinni to'liq nobud qilishiga olib keladi. Bu yerda mana biz doklad sifatida ham keltirib o'tganmiz. Mana shu o'zlaringizga kerakli joylarni albatta yozib olishingizni, demak bularni rasmga tushirib olishingizni tavsiya etamiz. Keyingisi demak o'rgimchakkana. O'rgimchakkana nafaqat ochiq maydonlarda, demak issiqxonalarda ham katta zarar yetkazadi. Hosilni umuman 50% gacha, 60% gacha zararlashi mumkin. Deyarli barcha turdagi madaniy ekinlarni demak o'rgimchakkanalar zararlaydi. Demak tuxum qo'yish yo'li bilan ko'payadi. Bularni albatta o'ziga yarasha intafaklari bor, ko'p. Ya'ni o'rgimchakkanalarni juda samarali intafaklari bor. Buni keyingi slaydlarimizda keladi. Keyingisi demak mana bu ham o'rgimchakkana, mana siz ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana tuxumlarini qarang, mana tuxumlarni mana bular demak mana mayda tuxumlar mana. Mayda tuxumlar oqish bo'ladi mana tuxumlari. Mana bular endi imagalari mana. Kattaroq holatlarda ko'rishingiz mumkin. Demak, tuxumlari oq, rangsiz holatda va tuxumlarni bargni orqasidagi to'rchalarga tuxum qo'yadi. Imagalari esa mana tepasida ikkita qo'ng'ir dog'lari bor. Mana qarang, qo'ng'ir dog'lari bor mana. Qolgan lichinkalarda bu dog'lar yaxshi ko'rinmasligi mumkin, lekin imagalarida, katta avlodlarida bularni yaxshilab ko'rishimiz kerak. Keyingisi demak o'simlik bitlari. Bular o'sha issiqxonalarda keng tarqalgan ba'zi turlari borki, demak qish mavsumida ham, ayniqsa mana shu issiqxonalarda uchraydigan sabzavotlarda o'simlik bitlari qishda ham demak tinim davriga o'tmasdan, bu nafaqat o'simlik bitlari, bu trips ham qishda demak tinim davriga o'tmasligi mumkin issiqxonalarda. Demak, qulay harorat bo'lganda o'sha piyozda, bulg'or qalampirida, demak o'simlik bitlari esa pomidorda, boshqa bolgarskida yoki demak boshqa turdagi sabzavot ekinlarida, shu bilan birga oqqanot, issiqxona oqqanotimiz bor, zararkunanda. Bu ham demak qish yil 12 oy qulay bo'lganda demak zarar yetkazaveradi. Demak tinim davri yo'q. Bu endi o'simlik bitlarining turlari. Bu yerda o'sha turli xildagi o'simlik bitlarini rasmlari keltirilgan. Bular aytaylik o'sha issiqxonada uchraydigan turlari, sabzavotda uchraydigan turlari va boshqa qanotlilari, demak ona avlodlari bo'ladi, qanotsizlari demak lichinkalari bo'ladi. Bularning turli akatsiya biti bor, o'sha Apis pomi bor, Apis brassica bor. Umuman har xil turlarni demak ko'rinishini keltirganmiz. Ya'ni bu shiralarni demak faqatgina yashil bo'ladi, bir xil ko'rinishda bo'ladi degan narsa sizlarda bo'lib qolmasligi uchun biz har xil turlarni bu yerda aynan o'zim keltirdim. Ko'rishlaringiz kerak bularni. Demak, keyingisida mana oqqanot. Bu oqqanot
zarar kunandasi issiqxonada juda keng tarqalgan. Juda keng tarqalgan. Hali boshqa biz mavzularimda ham aytib o'tyapman, bunga qarshi kurash murakkabroq boshqa zararkunandalarga qaraganda. Chunki bu zararkunandani bioekologiyasiga demak bu qarshi kurash juda bioekologiyasini bilishingiz qarshi kurashni samarali olib borishingizni demak ta'minlaydi. Chunki bu zararkunandani o'sha ko'payish bosqichlari, o'rtada demak tuxumlik holatlari, mana tuxumini ko'ring, bularni tuxumi unchalik ko'zga tashlanmaydi. Mana shu yerda mana kapalakni o'zini pastki taraflarida mana mayda tuxumlari bor. Mana oq bo'ladi, rangsiz, shaffof rangda mana tuxumlari mana shunday holatda bo'ladi. Endi bu to'liq imagasini o'zini ko'rinishi bu albatta katta fonda, lekin siz buni issiqxonada ko'rsangiz yoki boshqa sabzavot ekinlarida ko'rsangiz bunchalik siz aniq ko'ra olmasligingiz mumkin. Umuman holatda mana shunaqa oqqanot nomi bilan demak yuritiladi. Bu zararkunandamiz endi tuxum qo'yish yo'li bilan ko'payishi, uni demak lichinkasi chiqishi, lichinkalik davridan keyingi holatlarga o'tishi, pupariya holatini o'tashi, bu bioekologiyasi demak qarshi kurashga to'liq bog'liq. Buni hali samarali entomaklari bor. Bular haqida yana gaplashamiz. Demak mana bu yerda birgina lichinkasining kattaligi 0.3 mm dan 0.5 mm-gacha, endi asosan 0.3-0.4 mm da bo'ladi. Endi bu demak lichinkalarni ko'payishi tez suratda bo'ladi. Ya'ni nima degani? Bu demak o'sha kapalaklari bir demak voyaga yetgandan keyin bular kun ora tuxum qo'yaveradi, tuxum qo'yish yo'li bilan ko'payadi va bularda o'sha tez ko'payishining ham bir sababi demak issiqxonalarda juda ham bir namlik o'zini joyida, issiqlik o'zini joyida bo'lganda bular ham o'sha o'simlik shirasiga o'xshab demak so'rib zarar yetkazadi va ko'payish sikli ham juda tez. Endi pomidor kuyasi bu zararkunanda bugun bizda tut absoluta aslida tashqi karantin zararkunanda ro'yxatda turgani bilan ba'zi holatlarda mana shunaqa zararkunandalarni uchrashi kuzatilyapti. Sababi siz buni mutaxassis sifatida bilishingiz kerak. Bu tut absoluta demak ham bargida, ham mevasida, ham demak mana shu pomidor ekinlarini demak endi chiqqan mayda barglarida, yirikroq barglarida demak yashil hali pishmagan, yetilmagan pomidorlarni zararlash ehtimoli juda yuqori va bu zararkunandaga qarshi kurash ham birmuncha qiyin. Chunki bu bargning demak plastik qavatining ichida o'rta o'sha epidem qavatida bo'lganligi uchun bunga to'g'ridan to'g'ri siz kontaktli preparat sepsangiz bunga tegmaydi va sistemli preparatlarga ham umuman o'zi lipodaptera turkumi turli xil kimyoviy preparatlarga eng chidamli turkumlardan bittasi hisoblanadi. Boshqa turkumlarga qaraganda lipodaptera turkumi demak kimyoviy preparatlarga tezroq moslashuvchan bitta dorini bir ta'sir qiluvchi moddani sepganingizdan keyin keyingi safar yana shuni sepadigan bo'lsangiz bu birinchi safargidaqa yaxshi ta'sir qilmaydi. Endi kuzgi g'o'za tullami zararkunandasi bu dunyoda o'zi asosan ikki xil nomda, lotincha nomda yuritiladi. Heliotis armigeri va Helicoverma armigeri nomlari bilan yuritiladi. Bu zararkunanda mahalliy tilda ko'sak qurti deyiladi. Bu zararkunandani eng yaxshi ko'rgan ozuqalardan bittasi bu pomidor mevalari. Pomidorni mana shu pishmagan ko'k mevalarni juda ham yaxshi ko'rib iste'mol qiladi, oziqlanadi va bundan keyin dukkaklilarni juda yaxshi ko'radi, makka jo'xorini juda yaxshi ko'radi. Eng oxirida o'zi aslida ko'saklarni, paxta shonalarini, hosil organlarini zararlaydi. Demak, bu ham demak pomidorning eng asosiy zararkunandalaridan bittasi hisoblanadi. Albatta bunga zararkunandalarga qarshi o'z vaqtida qarshi kurashmasak, aynan o'sha g'o'za tullamiga ham qarshi o'z vaqtida kurashmaydigan bo'lsak, bu 50% gacha, ba'zi hollarda 70% gacha ham zarar yetkazganligi kuzatilgan. Bu endi kuzgi tullam zararkunandasini bilasiz, bu asosan ildiz qurti deyiladi, ya'ni ildizlarni ko'proq zararlaydi. Issiqxonalarda ham mana shu ekilgan pomidor, bolgarskiy, baqlajon va boshqa turdagi sabzavotlarni ildizlarni zararlaydi. Asosan nihollik davrida, yosh ko'chatlik nihollik davrida sabzavot ekinlariga katta zarar yetkazadi. Albatta bunga ham o'z vaqtida kurashish kerak. Endi bu tuproqni tagida bo'lganligi uchun bunga qarshi kurashish birmuncha murakkabroq, lekin umuman biologik
kurash sifatida ham brakinni ham qo'llash mumkin. Asosan kechki payt bu zararkunandaning qurtlari kechki o'sha qorong'i tushganda tuproq yuzasiga chiqishi tadqiqotlarda kuzatilgan va brakin qo'llash bo'yicha ham bir qancha olimlarimiz Xudayqulov, Anarbayev professorlar, demak bular bu zararkunandalar bo'yicha tadqiqotlar olib borgan va bularga qarshi brakinni qo'llash, tuxumlarga qarshi trixogrammani qo'llash ham demak biologik samaradorligini o'zini kuzatgan. Endi pomidorda uchraydigan asosiy demak kasalliklarga to'xtalmoqchimiz. Bu yerda pomidorning fuzarioz kasalligi, bilasiz, bu kasallik nafaqat pomidorda, issiqxonada, barcha o'sha ko'p turdagi demak qishloq xo'jaligi ekinlarida, ayniqsa ochiq maydonlardagi paxtalarda va boshqa turdagi sabzavot ekinlarida, karomda va shu bilan birga pomidorda ham uchrashi kuzatilgan. Bular nihollik davridagi fazalarda uchrashi yoki mana bunday kattaroq ko'chat bo'lgandan keyin ko'chatlarni butkul qurib qolishi yoki mana poliz ekinlarda qovunlar katta bo'lib o'sha tuganaklar hosil bo'lgandan keyin butun poyalarni qurib qolishi bilan juda katta ahamiyatli. Bunga ham o'z vaqtida kurashishni tavsiya qilamiz. Sababi albatta bularga qarshi kurashilmasa katta iqtisodiy zarar yetkazadi. Endi ushbu yuqorida ko'rsatilgan o'sha zararkunandalarni va kasalliklarni, entomofaglari va antagonistlari bo'yicha to'xtalmoqchiman. Demak, yuqorida birinchi so'ruvchi zararkunandalar o'rgimchakkana, o'simlik bitlari, tripslar, oq qanotlarni samarali demak entomofaglari hisoblangan demak mana shu oltin ko'z entomofagini aytishimiz kerak. Bu oltin ko'z hammaxo'r entomofag, demak yirtqich entomofag hisoblanadi. Buni ko'pchiligimiz bilamiz. Issiqxonalarda ham qo'llash tavsiya etiladi. Sababi mana shu issiqxonalarda o'zida ham bu entomofagimiz juda katta iqtisodiy zarar yetkazadi. Bu yerda mana lichinkasini ko'rishingiz mumkin. Bu lichinkasi mana 3-yoshga o'tgan oltin ko'zning lichinkasi o'simlik bitlari bilan oziqlanyapti. Bir kunda umuman 3-yoshga o'tgan oltin ko'z lichinkalari 30 tadan, agar kattaroq 3-yoshdagilar esa 50 ta, 60 tagacha demak turli xildagi o'simlik bitlarini, tripslarni yoki o'sha oq qanotni mayda yoshdagi lichinkalari tuxumlari bilan oziqlanadi. Mana bu yerda keyingisi demak trixogramma turlari. Trixogrammani ham boshqa demak ma'ruzalarimizda aytib o'tdim. 15 ga yaqin turi bor mamlakatimizda. Bularning ichida eng ko'p tarqalganlari masalan trixogramma evenesi, trixogramma pintoy, trixogramma chilonis, demak trixogramma hozir mana bugungi kunda dendrali, ostrinus turlari bor, confusus degan turlari bor. Bularning hammasi demak turli xil zararkunandalarga ixtisoslashgan. Ayniqsa trixogramma mana evenesi turi issiqxonada juda yaxshi samara beradi. Nega endi aynan evenesi turi? Chunki bu salqinni yaxshi ko'radi, issiqxonada namlik yaxshi, qish mavsumlarida, erta bahorda, kuz mavsumida o'sha harorat, optimal harorat bo'ladi va bu evenesi turi aynan issiqxonalarga ixtisoslashgan. Yevropa mamlakatlarida ham, Germaniyada ham, Fransiyada ham, Italiyada ham issiqxonalarda uchraydigan tullam zararkunandalarning tuxumlariga qarshi trixogramma evenesi turi keng qo'llaniladi. Keyin pomidorni mana yana fitoftaroz kasalligi, kechirasiz, fitoftaroz kasalligi bu mana mevalardagi ko'rinishi. Buni bugungi kunda Toshkent viloyatida, umuman vodiy viloyatlarida ham keng uchrayotganligi kuzatilyapti. Bularni ham o'zlarini turli xildagi antagonistlari, biopreparatlari bor. Demak, bunga misol qilib mana Biogutin degan preparat. Bu preparat asosan ichida o'sha turli xildagi o'sha batsilluslarni toksinlari va o'sha ekinlarni rivojlanishi uchun ekinlarni mana shu kasalliklarga va suruvchi zararkunandalarga nisbatan kuchli o'sha bardoshliligini ta'minlaydigan preparat. Bu nafaqat issiqxonalarda va boshqa ochiq maydonlardagi sabzavot ekinlarida, umuman kerak bo'lsa paxta maydonlarida ham qo'llash mumkin. Va bunga o'xshagan antagonist, tarkibida antagonist xususiyatligi bo'lgan bir qancha boshqa turdagi preparatlar ham bor. Masalan, xorijiy mamlakatlardan kirib kelishi mumkin bo'lgan mana Baykal degan preparat bor. Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan qurtlarga qarshi virin preparatlari bor. Bundan tashqari tarkibida antagonistik xususiyati bo'lgan trixodermin asosida tayyorlangan biopreparatlar va mana shu yuqorida aytib o'tganimiz so'ruvchi zararkunandalarga, trips, oq qanot, shiralarga qarshi va
turli xil o'sha kasalliklarga chidamlilikni orttiradigan biogutin preparatlarini qo'llash mumkin. Hurmatli tinglovchilar, bu ma'ruzalarimizni hali davom ettiramiz. Agar kimda yana o'sha fikr bo'lsa, mulohaza bo'lsa, savollar bo'lsa, pastdagi mana shu raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Albatta javob beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.